Assalomu alaykum, hurmatli kimyogarlar. Sizlar bilan bugun Mega kimyo 2022-yil 1-mavzudan 119, 120 va 121 savollarning yechimini ko'rib chiqamiz. 119 ga qarasak, 22,4 litr normal sharoitda kislorod va 11,2 litr normal sharoitda azotdan iborat aralashmaning massa yig'indisini grammda toping degan. Kislorod biz bilamiz 22,4 litr bu 1 molga teng har doim. Demak 1 mol kislorodimizning massasi qancha bo'ladi? 32 gram. Demak kislorodnikini topib oldik. Azotnikini topsak 22,4 litri 28 gramga to'g'ri keladi. 11,2 litri qanchaga to'g'ri keladi desang, 22,4 yarmi 11,2. Demak 28 yarmi 14. Yoki proporsiya usulida ham 11,2 ni 28 ga ko'paytirib 22,4 ga bo'lsak 14 kelib chiqadi. Demak azot 14 gram kelib chiqdi. Umumiy massa yig'indisini topsak, kislorod 32 gram plus 14 azot jami 46 gram kelib chiqdi bizda. Demak to'g'ri javobimiz B javob. 120-savolga qarasak, 33,6 litr normal sharoitda vodorod va 11,2 litr normal sharoitda azotdan iborat aralashmani massa yig'indisini grammda toping degan. Vodorod 22,4 litri 2 grammga teng. 33,6 litri qanchaga desak, x teng 3 grammga kelib chiqadi bizda proporsiya usulidan. Azotni ham massasini topib olsak, demak 22,4 litri 28 grammga teng bo'ladi azotniki. 11,2 litri qancha deb so'ragan? Bu 14 gram kelib chiqadi bizda. Umumiy massani topsak, vodorod 3 gram kelib chiqdi bizda. Azot 14 gram, umumiy massa 17 gram. Demak, 120-savolimizning to'g'ri javobi A javob. 121-savolga qarasak, 13,44 litr normal sharoitda neon va 4,48 litr argondan iborat aralashmani massa yig'indisini grammda toping degan. Neonning massasi 20 bilamiz. 22,4 litri har doim 20 grammga teng bo'ladi. Bizda so'ragan 13,44 litrga qancha degan. Proporsiya usulida 13,44 ni 20 ga ko'paytirib 22,4 ga bo'lsak, bizda 12 gram kelib chiqadi neonning massasi. Argonniki esa 22,4 grami 22,4 litri 40 gramga teng bo'ladi. 4,48 litr esa 8 gramga. Bizda umumiy massa 12 gram plus 8 gram jami 20 gram kelib chiqadi.